Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar tahlili kursini 9-darsini boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz daraxt ma'lumotlar strukturasi, daraxtning asosiy tushunchalari, ikkilik daraxt, Avel daraxti, Huffman algoritmi va B daraxt haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Daraxt nima? Nima uchun shunchalik dasturlash va algoritmlashda daraxt strukturasi tushunchasi juda ham muhim. Mana bunga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu chizma bu bizni kompyuterimizdagi diskni chizmasi. Ya'ni root bu ildiz, ya'ni kompyuterning xotira qismi desak agar, siz u xotirani bir nechta disklarga bo'lgansiz. Masalan, A disk, B disk, C disk va hokazo disklarga. Har bir disk o'z navbatida diskka yoki kataloglarga bo'lingan. Kataloglar o'z navbatida katalog ostilariga bo'lingan. Katalog ostilar o'z navbatida fayllarga bo'lingan. Va hokazo mana shu jarayonga e'tibor bersangiz, bu daraxt strukturasi bo'la oladi. Ya'ni daraxt strukturasi demak, bu bog'langan atsiklik graf ekan. Ya'ni sikllar yo'q, uchlar juftligi orasida yagona bitta yo'l mavjud. Bu yerda asosiy, ya'ni kirishning 0 darajasiga ega bo'lgan uch, bu root, ya'ni ildiz deyiladi va chiqishni 0-darajasiga ega bo'lgan tugun esa bular barglar hisoblanadi. Ushbu strukturada fayl 4, fayl 5, fayl 1, fayl 2, fayl 3 bu barg vazifasini bajaradi. Root esa ildiz vazifasini bajaradi. Keling oddiy daraxt misolida daraxtning asosiy tushunchalarini tahlil qilaylik. Mana bu e'tibor berayotgan bo'lsangiz, 6 ta tugunli daraxt strukturasida asosiy tushunchalarni tahlil qilamiz. Bir bu ildiz, ajdod sifatida 1 va 3 ni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ajdodlar o'zidan keyin avlodi bo'lishi shart. 1 va 3 mana 1 2 3 ga 2 3 4 ga ajdod vazifasini bajaryapti, 3 esa 6 7 ga ajdod vazifasini bajaryapti. Avlodlar bular 2 3 4 va 6 7 avlodlar hisoblanadi. Chiqishni 0-darajasiga ega bo'lgan tugun bular barg deyiladi, 2 4 va 6 7. Umumiy sathdagi jami tugunlar soni 2 3 4 va 6 7. Demak, biz daraxtning asosiy tushunchalari bilan tanishib oldik. Endi daraxtlarni qanday qilib dasturlashda daraxt strukturasini kodlashni birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun keling avval strukturasini o'rganib olaylik. Ya'ni daraxtni kompyuter xotirasida tasvirlash uchun bizga linked list kerak bo'ladi. Biz oldingi darslarimizda bog'langan ro'yxat strukturasi haqida ma'lumot beruvdik sizga. Endi daraxt strukturasi uchun eng sodda binar daraxt uchun qanday qilib struktura yaratamiz? Demak, root ildiz va uni asosiy ma'lumoti va binar daraxt bo'lganligi uchun left child avlod va right child, ya'ni avlodni o'zaro bog'lash orqali biz eng sodda daraxt strukturasini yaratishimiz mumkin. Demak, buni qanday qilib amalga oshiramiz? Demak, binar daraxt o'zi nima? Binar daraxt bu ikkilik daraxt, ya'ni iyerarxik ma'lumotlar strukturasi bo'lib, unda har bir tugunda ko'pi bilan yana ikkita avlod tugun bo'lishi mumkin. Tugunlar odatda o'ng va chap avlodlar deb ataladi. Avlodlarning har biri o'z navbatida yana ikkita avlodga ega bo'lishi mumkin. Agar tugunning avlodlari bo'lmasa, bu tugun barg tugun hisoblanadi. Xuddi shunda yana bir daraxt turi bu ikkilik qidiruv daraxti. Ikkilik qidiruv daraxti, ya'ni BST, binary search tree, bu ma'lumotlarni tartiblangan tarzda joylashtirish va saqlash uchun dasturlashda qo'llaniladigan ma'lumotlar tuzilmasi. Ikkilik qidiruv daraxtining har bir tugunida ko'pi bilan ikkita avlod, chap va o'ng avlodlar bo'ladi. Chap avlod ajdod tugundan kichik qiymatlarga, o'ng avlodda esa ajdod tugundan katta qiymatlar bilan to'ldiriladi. Bu BSTning asosiy qoidasi hisoblanadi. Ya'ni mana bu misolga e'tibor beradigan bo'lsak, 8 bu root, ya'ni ildiz vazifasini bajaradi. Keyingi qiymatlar 3 o'nni chap yoki o'ngga joylashtirish rootga nisbatan amalga oshiriladi. Ya'ni 3 qiymati 8 dan kichik bo'lganligi uchun left avlodga, o'ng qiymati 8 dan katta bo'lganligi uchun o'ng avlodga joylashtiriladi. Demak, root qiymatidan kichiklar chap avlod, ya'ni leftga, kattalar o'ng, ya'ni right avlodga joylashtirib o'rish orqali BST binary search tree quriladi. Keling bir oddiy misol bilan binary search tree ni qurishni birgalikda ko'rib chiqaylik. Masalan, bizga 50, 46, 61, 48, 29, 55, 79 dan iborat qiymatlar bor. Ular yordamida binary search tree ni qanday quramiz? Demak, 50 bizga root qiymatdir. 46 50 dan kichik bo'lganligi uchun chapga joylashadi, 61 katta bo'lganligi uchun o'ngga joylashadi. Keyingi qiymat 48. Qarang, 50 dan kichik bo'lganligi uchun chapga qarab keladi, endi root vazifasini 46 bajaradi. 46 48 dan katta bo'lganligi uchun o'ng avlodga joylashadi. Keyingi qiymatimiz 29. 50 dan kichik, 46 dan ham kichik, o'sha uchun chapga joylashadi.
55 50 dan kichik, lekin 61 dan 50 dan katta, lekin 61 dan kichik. O'sha uchun chap avlodga joylashadi. 79 50 dan katta va 61 dan ham katta va o'ng avlodga joylashadi. Mana bu BST daraxtni qurish ketma-ketligi. Mana bu misolga e'tibor bersangiz, qanday qilib BST daraxtni qurish ketma-ketligini vizual holatda ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bu binary search tree qanday ahamiyatga ega? E'tibor bersangiz, mana bu videomizda qidirilayotgan element 27 binary search tree'da 3 ta qadam bilan, oddiy sortlangan array'da esa 10 ta qadam bilan topilyapti. Demak, bu yerda binary search tree'ning qanchalik samarali algoritm ekanligini ko'rishimiz mumkin. Nima uchun 3 ta qadamda natijaga erishilyapti? Mana 27 soni qidirilayotgan paytda 21 bilan solishtirilyapti. 21 dan katta bo'lganligi uchun chap avlodlarni hammasini biz tekshirishdan qutuldik va natijada bir vaqtning o'zida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qadamdan voz kechdik. Va endi keyingi rot 28 bilan solishtirganimizda bu 28 soni 27 soni 28 dan kichik ekanligini ko'ryapmiz va bu jarayonda biz 3 ta qadamdan qutuldik. Endi mana bu 3 ta qadamni tekshirish qoldi va bu yerda ham 25 soni turibdi. Root vazifasini bajaryapti. U 27 dan 27 soni 25 dan katta bo'lganligi uchun mana bu yerda qarasak 27 topildi va 3 ta qadamda natijaga erishdik. Mana bu tartiblangan array'da esa ushbu jarayon 10 qadam bilan amalga oshiriladi. Va bu binary search tree'ni samarali qidiruv algoritmi ekanligini isbotlaydi. Ana endi amaliy qismiga keldik. Darsimizni ma'ruza qismi tugadi. Keyingi amaliy darsimizda biz qanday qilib binar daraxtni va binar qidiruv daraxtini kodlashni birgalikda ko'rib chiqamiz.